ozgina rozi bo'ling och qolishga, oldida spalniyada yotganda bir tep tushirib yuborishga, hammasiga rozi bo'ling. Siz o'zingiz ustida ishlang, prosta ayol bo'ling, hech narsa qila olmaydigan. Ishoning, men qarab ko'ringlar, hokimlar eng zo'r nimalarni ayollarga hech narsa qo'ldan kelmaydi. U yoqdan bu yoqqa o'tib yuraveradi-ku, o'shanaqalarga hamma qilib beradi. Qilib beram. Siz o'sha faqat qilmaydi deb oldinga tushib ketib qolmang. Ozgina rozi bo'ling och qolishga, oldida spalniyada yotganda bir tep tushirib yuborishga, hammasiga rozi bo'ling. Ishoning, o'tib olasiz. Ishoning, o'tib olasiz. Erkak ham juda tez o'rganadi boqishimizga. Juda tez o'rganadi erkak kishi. Sababi erkakga bu dunyoda hech narsa kerak emas, ayolga kerak hamma narsa. Erkakga bitta yaxshi krossovka bilan bitta futbolka bo'lsa, har doim aytaman, daraxt tagida yotsa bo'ldi. Yotsa bo'ldi. Hamma narsani ayol uchun qiladi. Va o'sha ayol men shu narsaga loyiqman degan ayolga qiladi.